do'stlar, sizlar bilan men yana Bo'ron. Bugungi videomizda hozir ChatGPTga bitta savol beramiz. Bir dona savol beramiz. Qanday javob berar ekan? Hozir ko'pchilik biladi PUBG yoki Minecraft. Hozir shuni ChatGPTga beramiz. Bitta so'z bilan javob ber. Bitta so'z bilan javob ber. Bo'ldi. Minecraft yoki kubik. Minecraft. Do'stlar, hattoki ChatGPT ham Minecraftga nima qilyapti? Minecraft o'ynasang skining qanaqa bo'ladi? Yana bitta qilik. Minecraft o'ynasham shaxsiy rasmi hozir Minecraft o'ynasang skining rasmi bitta so'z bilan javob ber. Yo'q. Demak buni ChatGPT o'ynasa skin yo'q bo'lar ekan. Do'stlar, ko'rdilaringiz, hattoki ChatGPT ham Minecraft dedi. Demak, puvik bo'lmaydigan o'yin. Javob beraman, puvik bo'lmaydigan o'yin. Bo'lmaydigan o'yin. Shuni edi puvchilarga tekis gapirmoqchi emasman edi do'stlar. Baribir rosa tekis gapirmoqchi emasman, lekin ChatGPT ham mana ko'rganlaringizda Minecraft deb turibdi. Shuning uchun do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, videoga like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Hammaga xayr.